Hurmatli vatandoshlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun men sizlarga shunday bir gapni aytamanki, agar oxirigacha tinglab chiqsangiz, bu gap hayotingizni arfma-arf o'zgartirishi mumkin. Hozir telefonni qo'ymang, hozir boshqa ishga o'tmang. Chunki ana shu o'tkazib yuborgan bir rolik sizga 5 yillik pensiyani yutqazib qo'yishi mumkin. Men Rustam Nuriddinov, yurist, advokat va sizning huquqingizni himoya qiluvchi inson. Men kun sayin keksayib qolgan, sog'lig'i yo'qolgan, umri og'ir mehnatda o'tgan odamlar bilan ishlayman va menga eng ko'p aytiladigan gap shu. Rustam aka, men pensiyaga chiqa olmayapman, 60 yosh bo'lmadi. Ammo men bugun sizga shuni aytaman, 60 yoshni kutish shart emas. 2025-yilning 10 oktyabrida Vazirlar Mahkamasi 637-son qaror qabul qildi. Bu qaror hozirgi kunda minglarcha o'zbekistonlik mehnatkash uchun eshik ochadi, imtiyozli pensiya eshigi. Va shu eshikdan siz ham o'tishingiz mumkin. Agar o'zingizning huquqingizni bilsangiz, bugun biz nimani o'rganamiz? Birinchidan, kimlar 5 yoki 10 yil oldin pensiyaga chiqa olishini. Ikkinchidan, qanday kasblar ro'yxatda borligini va sizning kasbingiz shu ro'yxatga kiradimi yoki yo'qligini. Uchinchidan, qanday hujjatlar tayyorlash kerakligini, qayerga borish kerakligini va qanday ariza yozishni aniq tushuntiraman. Men sizga yurist checklisti beraman va shu ro'yxatni ushlab, siz bevosita pensiya jamg'armasiga borib hujjatingizni topshirishingiz mumkin. Shu rolikning oxirigacha o'tiring va izohlarga kasbingizni yozing. Men sizga shaxsan javob beraman. Ko'pchilik bu huquqidan bexabar va shu bexabarlik ularga 5 yillik pensiyani yo'qottiradi. Bugun biz bu bexabarlikka chek qo'yamiz. Endi men sizga to'g'ridan to'g'ri gapiraman. Otaxon, sizga 56 yosh bo'libdi. Siz 25 yil maktabda bolalarga saboq berdingiz. Yozda issiqda, qishda sovuq sinfda kechasi daftarlar tekshirib, ko'zlaringiz to'ldi. Ovozingiz bo'g'ildi, ammo 60 yoshni kutyapsiz, chunki boshqa chora yo'q deb o'ylaysiz. Onaxon, sizga 53 yosh bo'libdi. 20 yil kasalxona tungi navbatda ishladingiz. Kechasi uxlamadingiz, bemor yonida o'tirdingiz, oyoqlaringiz og'riydi, belingiz tutadi, ammo hali ham ishlayapsiz, chunki pensiya yoshiga yetmagansiz deb o'ylaysiz. Aka, sizga 54 yosh bo'libdi, 20 yil zavodda ishladingiz, issiq sexda kimyoviy bug'lar ichida, nafasingiz og'ir, o'pkangiz zararlangan, ammo 60 yoshni kutyapsiz, chunki davlat sizga hech narsa demadi. Mana shu yerdan men qattiq gapiraman. 30-40-50 yil og'ir mehnat qilgan inson, bu inson davlatga xizmat qildi. U paxta terdi, jazirama issiqda. U bolalar o'qitdi, o'zi och nahor. U bemor davoladi, o'zi xasta. U metall eritdi, joni xavf ostida. Va hozir bu xizmatning evaziga nima? Arzimagan pensiya. Dori darmonga ham yetmaydi, kommunal to'lovlarga ham. Oyda bir marta bozorga borasiz, ammo go'shtni ola olmaysiz. Va shunga qaramasdan vali ham kutyapsiz, vali ham ishlayapsiz, vali ham chidayapsiz. Men bugun shu uchun gapiraman. Sizning hayotingiz uchun, sizning sog'lig'ingiz uchun, sizning huquqingiz uchun. Izozlarga yozing, qanday kasbda ishladingiz, nechta yil va yoshingizni, birinchi ish oyligingiz nechta bo'lganini yozing. Birgalikda tekshiramiz, siz imtiyozli pensiyaga haqlimisiz yoki yo'q. Men var biringizni o'qiyman va javob beraman. Bu yurakdan aytilgan va'da. Men sizni yolg'iz qoldirmayman. Var bir savolingizga javob beraman. Chunki var bir pensioner bu mamlakatning poydevori va poydevor mustahkam tursa, bu ham mustahkam turadi. Agar siz hali ko'rishayotgan kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'ziroq ana shu daqiqada pastdagi obuna tugmasini bosing. Nega aynan hozir? Chunki men sizga bir narsani ochiq aytaman, qonunni bilmaslik davlatdan pul yo'qotish demak. Va bu sizning aybingiz emas. Davlat var kim uyiga borib, sizda imtiyoz bor deb aytib yurmaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga qo'ngiroq kelib, tezroq keling, pensiyangiz tayyor demaydi. Hech kim sizga xat yozib, kasbingiz ro'yxatda bor, hujjat tayyorlang demaydi. Shu uchun bizning kanal mavjud. Bizning kanal bu sizning bepul yuridik maslahatchingiz. Har hafta biz shunday yashirin huquqlarni, davlat qarorlarini, yangi imtiyozlarni ochib beramiz. Biz pensiya, nafaqa, imtiyozlar, sud ishlari, yer mulk huquqi, shu kabi mavzularni sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntiramiz. Sizga qonun lug'atini o'rganish shart emas. Sizga advokat yollash shart emas. Bizni kuzating va o'z huquqingizni biz bilan birgalikda himoya qiling. Ilab ko'ring. Davlat imtiyozlari haqidagi ma'lumot hech kim tomonidan tarqatilmaydi. Televizorda ko'rmaysiz, gazetada o'qimaysiz,
Mavalada hech kim sizni chaqirib tushuntirmaydi. Axborot o'qimi kundan kun ko'payapti, ammo sizga kerakli axborot yo'qolib ketyapti. Bizning kanal ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun mavjud. Biz har hafta yangi mavzu, yangi imtiyoz, yangi huquq, do'stingizga ham ayting, qo'shningizga ham, aka ukangizga, opa singilingizga shu rolikni yuboring. Aynan ana shu yuborganingiz ularning 5 yillik pensiyasini saqlab qoladi. Bu bir tugma, ammo natijasi umr bo'yi. Hozir men sizga tarixdan bir narsa aytaman va bu juda muhim. Chunki hozirgi imtiyozli pensiya tizimini tushunmoq uchun avval u qayoqdan kelganini bilishimiz kerak. Sovet davrida ham og'ir kasblar uchun imtiyozli pensiya mavjud edi. O'sha paytda uni ro'yxat 1 va ro'yxat 2 deb atashardi. Ro'yxat 1 eng og'ir, eng xavfli inson hayotini tezda yemiruvchi kasblar uchun yer osti konchilari, metallurglar, kimyogarlar, radiatsiya zonasida ishlaganlar. Ro'yxat 2 ikkinchi darajali og'ir kasblar, o'qituvchilar, shifokorlar, muhandislar, san'atkorlar. O'sha davrda tizim nisbatan aniq ishlardi. Zavod direktori, sex boshlig'i ularning barchasi bilardi, mana bu ishchi oldin pensiyaga chiqadi, mana bunisini yali ushlab turamiz. Va odamlar o'z huquqlarini yaxshi bilardi, chunki atrofdagilar aytardi, kasaba uyushmasi tushuntirardi. Mustaqillikdan keyin O'zbekiston ham ushbu tizimni saqlab qoldi va bu to'g'ri qaror edi. Ammo yillar o'tgan sayin nimalar bo'ldi? Birinchidan yangi kasblar paydo bo'ldi, ammo ro'yxatda yo'q. IT sohasidagi xodimlar kechasi ishlaydi, kuzlari to'ladi, ammo ro'yxatda yo'q. Ikkinchidan ko'p korxonalar o'zgardi, sexlar yopildi, yangi texnologiyalar keldi, ish sharoiti o'zgarmadi, ammo lavozim nomi o'zgardi. Uchinchidan ayrim korxonalarda kadrlar xodimlari o'zlari ham ro'yxatni bilmadi va ishchilarga noto'g'ri lavozim yozib berdi. To'rtinchidan ko'p arxivlar yo'qoldi, yonib ketdi, tartibsizlashdi, odamlarning mehnat staji isbotlab bo'lmay qoldi. Shu sababli davlat vaqti bilan ro'yxatni yangilab turadi va 2025-yil oktyabrida eng katta yangilash bo'ldi. 637-son qaror bilan endi birinchi marta korxonalar o'zlari ham ro'yxatga kasb qo'shish taklifi berishi mumkin. Agar mehnat sharoitlari og'ir bo'lsa va jarohatlanish darajasi yuqori bo'lsa. Bu katta o'zgarish. Bu degani tizim tirik, tizim rivojlanyapti va siz bu tizimdan foydalanish huquqiga egasiz. Endi asosiy qismga o'tamiz. Men sizga 637-sonli qarorni aniq tushuntiraman. Bu qaror 10 oktyabr 2025 yilda chiqdi va u 3 toifa imtiyozli pensiyani belgilaydi. Har bir toifani diqqat bilan tinglab chiqing, siz yoki yaqiningiz qaysi toifaga tushishini aniqlang. Birinchi toifa yoshga qaramasdan pensiya. Ya'ni nechta yoshda bo'lmasin, agar staj to'lgan bo'lsa pensiya beriladi. Bu toifaga kimlar kiradi? Yer osti ishlarida, ya'ni shaxtada ishlagan konchilar. Staj 20 yil. Yer osti sharoiti inson salomatligini shu qadar tez buzadiki, davlat ularga yosh chegarasini butunlay olib tashlaydi. Agar siz 20 yil yer ostida ishlagan bo'lsangiz, ozroq pensiya jamg'armasiga borishingiz mumkin. Yosh shart emas. Ikkinchi toifa 10 yil oldin pensiya. Erkaklar 50 yoshda, ayollar 45 yoshda pensiyaga chiqa oladi. Bu toifaga kimlar kiradi? Kimyo sanoatida ishlaganlar, kislota, ishqor, zavarli kimyoviy moddalar bilan ishlaganlar. Metallurgiya sanoatida temir, po'lat, alyuminiy eritgan, quygan, ishlov bergan ishchilar. Neft va gaz sanoatida burg'ulash ishlari, nasos stansiyalari, yer osti quvurlari, neft qazib olish bilan shug'ullanganlar. Bu odamlar har kuni zaharli moddalar, yuqori harorat, yuqori bosim, portlash xavfi bilan ishlaydi. Ularning organizmi yosh bo'lsa ham tez eskiradi, umri qisqaradi. Shu sababli davlat ularga 10 yil oldin 50 yoshda pensiya beradi. Uchinchi toifa 5 yil oldin pensiya. Erkaklar 55 yoshda, ayollar 50 yoshda pensiyaga chiqa oladi. Bu toifa keng va bu yerda sizning ko'p tanishlaringiz bo'ladi. Maktab, litsey, kollej va universitet o'qituvchilari, shifokorlar, hamshiralar, feldsherlar, shifoxona, poliklinika, tez yordam stansiyalarida ishlaganlar. Bolalar uyi, nogironlar markazi, qariyalar uyi, reabilitatsiya markazlarida ishlagan sotsial xodimlar, professional teatr, opera, balet jamoalarida ishlagan artistlar, chunki ularning kasbiy umri qisqa. Bu odamlar jismonan emas, ruhan og'ir mehnat qiladi. Har kuni boshqalar dardi bilan yashaydi, o'qituvchi bola dardi bilan uyga ketadi. Shifokor kechasi uxlamay bezovtalanadi. Artist har kuni o'zini haddan ziyod beradi va ular ham 5 yil oldin pensiyaga chiqa oladi. Shu o'rinda men sizga yana bir muhim narsani aytaman.
Qaror faqat yangi kasblar haqida emas, qaror ham eski imtiyozlarni tasdiqladi va ular buzilmagan. Ya'ni agar siz oldingi ro'yxatda bo'lgan kasbda ishlagan bo'lsangiz ham huquqingiz saqlangan, tizim davom etyapti va kengayapti. Endi kim xavf zonasida? Birinchi xavf mehnat daftarchasida lavozim noto'g'ri yozilgan odamlar. Masalan, siz aslida yer ostida ishlagansiz, ammo mehnat daftarchangizda texnik yoki yordamchi muhandis deb yozilgan. Yoki siz kimyo sexida ishlagansiz, ammo daftarchada sex boshlig'i yordamchisi deb yozilgan. Bu holda pensiya jamg'armasi imtiyozli pensiyadan rad etishi mumkin. Ikkinchi xavf arxivlardagi hujjatlar yo'qolgan odamlar. Korxona yopilgan, arxiv tartibsiz, hujjatlar saqlanmagan. Bu holda nima qilish kerak alohida rolikda tushuntiraman. Kim Plus'da mehnat daftarchasida lavozim ro'yxatga mos to'g'ri yozilgan odamlar, ro'yxatda ko'rsatilgan stajni to'ldirgan odamlar, hujjatlari to'liq va tartibli odamlar. Agar shu 3 shart bajarilgan bo'lsa, sizning imtiyozli pensiyangiz tayyor. Yana kutish shart emas. Endi men sizga yurist checklistini beraman. 5 aniq qadam. Shu 5 qadamni bajaring va sizning imtiyozli pensiyangiz rasmiylashadi. Yozib oling yoki screenshot olib qoling. Birinchi qadam, qonunni o'zingiz toping va o'qing. Lexos saytiga kiring. Bu O'zbekistonning rasmiy qonunchilik bazasi. Bu sayt bepul va manba uchun ochiq. Qidiruv maydoniga 637 deb yozing yoki imtiyozli pensiya kasblar ro'yxati 2025 deb yozing. Qarorni toping va ro'yxatni oching. Ro'yxat juda uzun, sanoat sohalari, kasblar, staj talablari ko'rsatilgan. O'z kasbingizni va ish joyingizni ro'yxatda topishga harakat qiling. Agar o'zingiz topa olmasangiz, izohga yozing, men yordam beraman. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Uy javonidan chiqaring. Har bir yozuvni, kirish sanasi, lavozim nomi, ish joyi, chiqish sanasi diqqat bilan o'qing. Lavozimingiz ro'yxatdagi aniq nomlanishga mos kelishini tekshiring. Agar lavozimingiz ro'yxatdagi nomdan farq qilsa, bu jiddiy muammo va uni hal qilish mumkin. Darrol ish joyingizni kadrlar bo'limiga yoki tuman arxiviga murojaat qiling. Ulardan aniq ma'lumotnoma so'rang. Uchinchi qadam, ish joyingizdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. Bu ma'lumotnoma nimani tasdiqlashi kerak? Siz ro'yxatda ko'rsatilgan sharoitlarda, masalan, yer ostida kimyoviy moddalar bilan yoki tungi navbatda ishlaganingizni, nechta yil davomida ana shu sharoitlarda ishlaganingizni aniq yozishlari kerak. Ish joyi nomi va sex yoki bo'lim nomini. Rahbarning imzosi va muassasa muri bo'lishi shart. Bu ma'lumotnomani ish joyingizning kadrlar bo'limidan yoki arxividan oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki davlat arxiviga murojaat qiling. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga boring. Moliya va iqtisodiyot vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga boring. Olib borishingiz kerak bo'lgan hujjatlar: pasportingiz asli va nusxasi, mehnat daftarchangiz asli va nusxasi, ish joyidan olingan tasdiqlovchi ma'lumotnoma, soliq raqamingiz ya'ni INN, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat. Barcha hujjatlarni 2 ta nusxada tayyorlang. Nusxalarni o'zingiz notariusda tasdiqlatish shart emas. Pensiya jamg'armasi xodimi o'zi asli bilan solishtirib nusxasini tasdiqlaydi. 5-chi qadam, arizani to'g'ri yozing. Ariza 2 nusxada yoziladi. Birinchi nusxa pensiya jamg'armasiga beriladi. Ikkinchi nusxani o'zingiz saqlang, unda qabul qilindi degan mo'r va xodimning imzosi bo'lishi shart. Bu nusxa sizning himoyachingiz. Agar keyinchalik muammo chiqsa, shu nusxani ko'rsatasiz. Arizangizda aniq yozing. Imtiyozli pensiya tayinlashni so'rayman deb va asos sifatida Vazirlar Mahkamasining 637 sonli qarorini ko'rsating. Qarorning qaysi moddasi va qaysi toifasiga kirayotganingizni aniq belgilang. Pensiya jamg'armasi javob muddati 30 kun. Agar 30 kun ichida javob olmasangiz, darrol yana murojaat qiling. Va agar rad javobi kelsa, izohda yozing, birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'p yo'llarda rad javobini sud orqali bekor qildirish mumkin. Bu yerda men sizga yana bir juda muhim ogohlantirish beraman. Pensiya jamg'armasiga biror vositachi orqali murojaat qilmang. Pul bersangiz tezroq rasmiylashtiraman deganlarga ishonmang. Buyurtmani o'zingiz to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasiga yuboring. Agar muammo chiqsa, yurist yordami bilan sud orqali hal qiling. Lekin vositachilarga pul bermang, ular sizning pulingizni olib ketadi va ish hal bo'lmaydi. Aziz otaxonlar va onaxonlar, biz bugungi rolikning oxiriga keldik.
va men sizga yana bir marta shuni aytmoqchiman. Siz bu huquqni o'zingiz qo'lga kiritishingiz mumkin. Davlat sizga eshik ochdi, ammo ichiga kirish sizning qo'lingizda. Biz bugun nimani o'rgandik? Biz ko'rdik, yoshga qaramasdan konchilar uchun, yer ostida 20 yil ishlaganlar uchun. 10 yil oldin kimyo, metallurgiya, neft gaz sohasida ishlaganlar uchun 50 yoshdayoq pensiya. 5 yil oldin o'qituvchilar, shifokorlar, sotsial xodimlar, artistlar uchun 55 yoshdayoq. Va biz ko'rdik 5 aniq qadamni. Birinchi, Lextochosuzdan qarorni toping va kasbingiz ro'yxatda borligini tekshiring. Ikkinchi, mehnat daftarchangizni tekshiring va lavozim to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Uchinchi, ish joyingizdan tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnoma oling. To'rtinchi, pasport, mehnat daftarchasi va ma'lumotnoma bilan pensiya jamg'armasiga boring. Beshinchi, arizani 2 nusxada yozing, nusxasida mur oling va o'zingizda saqlang. Shu 5 qadam va sizning imtiyozli pensiyangiz boshlanadi. Endi izollarga men sizga bir savol beraman. 30, 40, 50 yil og'ir mehnat qilgan inson shu mehnatning evaziga valiyam yillab kutishi bu adolatlimi? Yozing. Men o'qiyman va yozing. Kasbingizni, stajingizni, yoshingizni. Men tekshiraman va javob beraman. Bu rolikni har bir og'ir mehnat qilgan insonga yuboring, har bir o'qituvchiga. Har bir shifokorga, har bir zavodchiga, har bir konchiga, har bir dalada mehnat qilgan dehqonga, har bir kechasi navbatda ishlagan insonga. Ehtimol ana shu yuborganingiz ularning hayotini o'zgartiradi. Ehtimol ana shu bir rolik ular uchun 5 yillik pensiyani ochadi. Bu sizning qo'lingizda va bu katta savob ish. Men Rustam Nuriddinov, huquqni himoya qiling, imtiyozingizni yo'qotmang, o'zingizni hurmat qiling. Ko'rishguncha.